Assalomu alaykum qadrman musulmonlar. Men bir o'lchamli masalaga to'xtalib ketayin dedim. Al o'zgacha qo'llashatgan bozordagi ishlagan ag'a inilarga qayrulu. Qarangizlar, shariatda qurbonchilikqa bir jashar echki, teke, bir jashar qo'y, bir jashar qo'chqor so'ysin deyilgan. Fiqh kitabında Hanafi mazhabı boyunca mana shunday degan. Qo'y bo'yicha eğer de deb turib aytgan, agar 6 aylık, 7 aylık qo'y bunday oqsoqollar yo'qsa cho'ngdor qo'ychilar aytib bu bir jashar ekan, bir jasharga o'xshash ekan desa, anda shuni da so'ysa bo'ladi degan. Biroq hozir arashandigan qo'ylar 4 aylık dele al jönököy qo'ylardan dagı cho'ng bo'lib ko'rinadi. O'shani so'ysa bo'lmaymi? Yo'q, bo'lmaydi. Al yo'q degan 6 ay yo'q degan 6 aydan 6 ay, jana 6 aydan uyda bo'lish kerak. O'shaga jana chavenlerga qayrilib ketaman deganim, bozorda hozir o'sha 6 aylık, 7 aylık qo'ylarni olib kelib olib ele, bu qurbonchilikqa o'tadi deb satılib ketib kelajatar. Al endi jönököy eller bo'ladi deb alib qurbonchilikqa so'yib o'tadi. Al bir yıllık, bir jashar görünöbü, görünbeybi ana qarabasdan. Oşonduktan tug'anlar bozorga borib kimde kim qurbonchilik qilam dey turgan bo'lsa, bir jashar qo'yni olingizlar. Birinchi, agar taqirib yo'q bo'lsa, o'sha 6-7 aylık qo'yni o'sha yerdan 2-3 oqsoqolni chaqirib, bu bir boshqa bir jashar qo'ylarni olib kelib, o'sha bilan tengdashtirgili, bo'yi bilan gevetesi bilan bunday birday bo'la turgan bo'lsa, ana shunda g'ana olib so'ysa bo'ladi turganda. Alloh taolam barlig'imizni to'g'ri amal qilishga mumkinlik bersin.